yana shu Ro'shangul singlimizning bo'zaq qilib, yana bir qatam shunday bir suhbatni uyushtirishga tirishib, shu savollarga javob berishga tirishaman. Shunga bugungi suhbatimizningki metodi asosan erkinroq bo'ladi. Shunga bek mo'ylab tortinib, ani desam bo'ladimi, mani desam bo'ladimi deb nima qilib ketmang. Andiki men hargiz ustoz deb chaqirmanglar. Hammamiz barobar o'rnida so'zlashib boqaylik. Xo'sh, men endi sizlarga qisqacha shu aslimiy yozish haqida mening o'ylaganlarim va mening o'zimning beshimdan o'tgan kechirmishlarimni biroz so'zlab o'tay. Xabaringizda bor, men yaqinda o'zimningki unutolmaganlarim degan bir aslimimni chiqardim. Birinchi qismini chiqardim. Buningda men asosan o'zimning tug'ilgan vaqtimdan tortib, oliy maktabga chiqqıçı bo'lgan shu bir 17 yillik hayotimni qisqacha bir aslab o'tab kitap chop qilib nashr qildim. Bu kitobning chiqishi bilan bizningki bir qism o'qirmanlar oldi bilan mana bu kitob to'g'risida bizning bir to'pimizga, WhatsApp bir to'pimizga fikr bayon qilgan Ro'shangul singlimiz o'ziningki bu kitobni olgan ta'sirotini menga yetkazgan. Anadagi boshqa qarindoshlarimizmi buni yetkazgan bo'ldi. Eng oxirsida biz shu bir hafta ilgari Muyassar Xandan singlimizningki o'rlashtirish bilan bir 20 kishinin qatnashishi bilan biz shu kitob haqida bir suhbat yapmadık. Bu suhbat biz o'ylaganimizdan yaxshi chiqib ketdi. Chunki aşağıda bir men abay ta'kidlagan bir o'lchamga bek yaxshi rivoya qilindi. Ya'ni 100 ayaydigan ish olmay, hamma odam o'ziningki o'ylaganini dadil, barobar va hurmat ko'zch asosida o'tirg'a qo'ydi. Afsuslarlikka u suhbatimiz ya ne ovozga ne videoga ilinmay qolibdi. Ammo bek esli bir xotir qoldirg'udek bir xotir bo'lgandi. Endi bugungi bu suhbatimiz o'tgan qatimli suhbatimizda ozroq davom bo'ldi. Shundan bir vaqtda men ba'zi bir yangi bir temalarni, mazmunlarni unga qataman. Xo'sh. Aslimiy yozish bu insonlarningki xotiriga ega, ya'ni eslash iqtidoriga ega ham aslimalarning bog'liqidan iborat bu pokitga tayanadi. Ya'ni hammamizning bir o'tmish bo'ladi. Bu o'tmishimizni eslaymiz. Bu eslaganlarimizni nihoyat osonliklarimiz yozib qoldiramiz. Uningdagi teg'idimi osonliklarimiz bu yozib qoldirgan eslamalarimizni boshqalar bilan ham bahrlashni xohlaymiz. Buni kitob shaklida yoki boshqa bir shaklda e'lon qilib boshqalarning diqqatiga sunamiz. Aslim yozishda asosan o'tmish muhim o'rin tutganlik uchun bizningki shu o'tmishdagi kechirmishlarimizni qaysi nuqtadan chiqib turib, qanday bayon qilish, kimga bayon qilishimiz va qachon bayon qilishimiz qatorliq bir necha omillarga bog'langan bo'ladi. Endi odatdagi normal bir qarashga tayansak, shunday deyishga bo'ladiki, bizda bir aslimiy yozg'idek bir hayot bo'lgan vaqtida biz aslimizni texnik qiziqib yozamiz. Ammo ba'zi odamlarningki, ya'ni biz ba'zi odamlarning nazarini u qadar asliga arzigidek yoki aslimiy e'lon qilgandek bir hayot emas deb qaraganimiz bilan ba'zi odamlar o'zining hayotini asliy yozishga arziydi deb qarab asliy yozishi mumkin. Yoki buning tersi bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar u qadar ulug' asliliklik bol bir hayotni kechirgan bo'lsa-mu, ammo uni yana yozib qoldirishga qiyiqlik qiladi ba'zi chog'larda. Shuning bilan u asliy yozilmay qoladi, afsuslanarli ishlar bo'ladi. Endi asliy yozish bizningki Uyg'ur adabiyotimizga shu 20 asrningki keyingi oldingi yerida kirib, keyingi yerida taraqqiy qilgan bir janrga kirdi. Esingizda bormi-ki, sizlar Ömer Muhammadi degan bizningki Qozog'istonda yashagan bir Uyg'ur yozuvchimiz bo'lgan. Shu odamningki Egir kunlar deydigan bir aslimasi bo'lgan. Meni bek cho'nqur ta'sir qoldirgan bu aslima. Chunki buningda Uyg'urlarningki nihoyat bir echinishliq hayot kechirmishlari ayni vaqtdagi shu Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatiningki echinish hayot kechirmishlari Ömer Muhammadining qalami orqali yozib chiqilgan. Endi uningdan burun bizning tariximizda bek yaxshi bir aslima yozilgan. Endi uni Uyg'urlarning qanchalik uning ta'sir qilganligini men hozir bir nima deyolmayman. Bu aslimini yozuvchi bizningki Mo'g'ul imperiyalarining birisi deb qaralgan
Babur Şah tarafidan yazılgan Baburname degan aslida. Bu Müslüman bizimki tariximizde emas, yoki O'rta Osiyoning tarixida emas, balki musulmonlarning tarixidami nihoyatda muhim o'rinda turadigan bir qadar baldur yozilgan asrlarga kirdi. Bu asrda Babur Shohningki nihoyat egizpastlikka, suiqasdga va tavakkulchilikka va bir ulug'vor bir irodaga, bir imperiya tushiga atalgan bir unutilg'usiz bir asrlar bor. Babur Xonninki O'rta Osiyodan chiqib Afg'oniston va Hindiston qatorliq mana shu zaminlarda bo'lgan ahvollarni bizga bir tarix nuqtasidan o'zininki shaxsiy kechirmishlarini asos qilib turib diqqatimizga sunadi. Bu jihatdan ilib o'tgan vaqtda bu asarninki tarixiylik qanchalik muhim bo'lsa, uning adabiy qiymati shunchalik muhim bo'ladi deyishga bo'ladi. Andan meningki esimni qolgani bu asarda Babur Xonninki ba'zi chaqda o'zininki nihoyatda haqligi deyishga oldirab petin qilib bo'lmaydigan ba'zi bir nomusliq bir qismlarni ham texdan muhimi siyosiy sohadagi sotqinliklar va orqasidan pichoq urish qatorliqlarni nihoyatda cho'nqur bir kuzatish, bir talqinda yezib chiqqanligi meni bak hayron qoldirgan. Chunki bizningki shu nurg'ulg'an odamlarda mening ko'rdig'anim bizning emas, boshqa Uyg'ur yoki Uyg'ur emas odamlarda mening ko'rdig'anim nurg'ulg'an odamlardagi bir xil o'zining hayotiga qarata nihoyatda bir xil cho'nqur bir o'ylanish xarakterdagi, uningga nisbatan bir fikrlanish xarakterdagi bir tajribaning kamligini ko'raman. Ya'ni bir odamningki o'zining hayotiga qarata xuddi boshqa odamning hayotiga qaragandek bir xil obyektiv bir nuqtadan qaraya oladigan, uningki to'g'ri bo'lgan yerlarini, xato ketgan yerlarini, muvaffaqiyatlarini va mag'lubiyatlarini nihoyatda bir obyektivroq usulda xuddi boshqa odamning nuqtasidan qarab yozgandek yoki ko'rgandek yoki o'ylagandek shundoq yoza oladigan, qila oladigan, o'ylaydigan odamlarni men hayotdan bek oz uchratdim men. Bu Baburnamada bu xil alomatlar intayin ko'p. Buni ham biz Turkiya sil bilasizlar, Uyg'urchada bu gapning tarjimasini ololmagan o'z bilan elishga majbur bo'lganman ilgari. Empatiya qobiliyati bo'lish kerak. Anadan keyin o'zimizda bir xil empatiya bo'lgan vaqtimizda o'zimizningki burunqi ahvollarga, o'zimizning burunqi ma'niga, o'tmishdagi ma'nining ayni vaqtdagi qarorlarga, kechmishlarga, hissiyotlarga va boshqa omillarga xuddi boshqa bir odamning nuqtasidan chiqib turib baho bera olamiz deb qarayman. Bu bizda talqinlash o'zininki o'tmishga nisbatan sovuqqonlik bilan nazar soladigan va uni xulosa chiqara oladigan azroq hissiyotni matarab qarab qo'yib sovuqqon bir aqllilik bor bundoq odamlarning qo'lidan keladi deb qarayman. Mana mush men deyotgan nuqtalar biz yozmoqchi bo'lgan asliminingki intayin bir muhim bir qismiga yoki muhim bir oldingi shartlik alomatlar bo'ladi. Agar biz o'zimizga qarata nihoyatda bir xil sovuqqon fikr yurgizolmasak o'tmishimizga ishlarimiz nisbatan bu vaqtning o'zida biz aslini yezishninki yoki aslini yozuvchilik qilishninki materiali bizda yo'q bo'lgan bunday bir material. Men buni oldin ola ta'kidlab qo'yay. Hamda bu mush fikrimni bir qadar ilgirlab bir narsani qaytib qo'ygim kelyapti. Men mush o'zimning aslimni yozgicha men nurg'un jihatlarda bek kengir qilgan yerlarim bor. Nima uchun degan vaqtimda men hozir 50 ga kirdim. Mening aslimim buningdan 30-40 yil ilgari yozildim, tatib yozilganda o'zingni bilsa odatda bir odamninki masalan sizlar o'zingninki eng burunqi esinglik olalaydigan yeshingni desangmi yo 3 yosh degan yomon yaxshi bir xotir qobiliyati bor odamning qo'ldan keladigan ish odatda 4 yoshdan boshlanadi. Bo'lapmi bizga eng ta'sir qilgan ya bizni xo'shallantirgan ya bizni nihoyatda qayg'uga solgan bir ish bizning esimizda qoldi. Ash ish bizningki aslimizningki boshlanish bo'lishi mumkin. Endi ashundaq vaqtning o'zida ash nuqtalarni ash vaqtdagi o'zimninki ko'zim bilan ko'rishning o'zi men uchun g'oyat zo'r bir qiyinchilik bo'ldi. Men bundan muvaffaqiyat qozondim deyolmayman. Chunki men 4 yosh vaqtimdagi ahvolimni shu vaqtdagi ko'zishim bo'yicha, shu vaqtdagi kallam bo'yicha, hissiyotlarim bo'yicha aynan yoza olishimga men emas hech kimning ko'zi yetmaydi. Shundaq bo'lsa amalning boricha o'zimning aslimizda o'zimning hozirgi, ya'ni 50 yosh vaqtimdagi qarashlarimni, ko'rish nuqtamninki
kaşilisi yoki dahliz qatorliqlar amal bor chiqarib tashlab, shu vaqtdagi o'zimning kichiklik qaytishga tirishib boqdim. Ammo buningda g'alaba qildim deyolmayman. Ammo shuning bilan bir vaqt shuni nihoyatda hayronlik va hattoki qiyinchilik ichida bayqadimki, mening 4 yosh vaqtdagi men bilan mening hozir 50 yosh vaqtdagi menning o'rtasida xuddi bir hech qanday bir bog'lanish yo'qdek shunday his qilib qoldim. Chunki faqat tushunamadim o'zimning ba'zi harakatlarimni, atrofimdagi odamlarning bilan bo'lgan munosabatlarimni, degan gaplarimni, o'ylagan o'ylarimni qatorliqlar xuddi bu boshqa bir odamnikidek menga bo'lindi. Əslimi yezishniki mana shunda intayin qiyin bir taraflar bor. Ya'ni qandaq qilgan vaqtimizda biz hozirni chiqib turib o'tmishni eslagan vaqtimizda amal bor shu o'tmishni o'zining aks bo'yicha o'ylay xiyol qila olash, andan uni yezib chiqa olash bu intayin qiyin bo'ladi. Bizda odatda oddiy qaragan vaqtimizda biz o'zimizni bir odam deb qaraymiz. 4 yoshlik men bilan 50 yoshlik menning o'rtasida asosan bir cho'ng farq yo'q deb qarab olamiz. Hem bu yerda bir xuddi bir eqinga o'xshab 4 yoshdan tortib 50 yoshgacha ko'pta siziqli bir bunday bir eqin bor deb qarab, amaliyot unda bo'lmaydi. Hayot unda eqin emas, bizda nurg'unlagan tarmoq eqimlar bo'ladi ekan hayotda. Bu eqimlarda o'zimiz bilgan, bilmagan, kontrol qilgan, qilolmagan nurg'unlagan eqimlarda oqadi ekanmiz. 50 yoshga shunday qilib keladi ekanmizda. Menimki qiyinchilik. Hamda aslim yozgan vaqtimizda bizningki mushundaq o'zimizningki o'tmishiga nisbatan o'zi asliyalash emas, aslagan vaqtimizni as bo'yicha o'zimizningki hozirgi qarashlarimizni uningga tengib olmay, yoki ayni vaqtda masalan biz o'zimiz bir ma'lum bir hozirgi o'yimiz bo'yicha uni ayblab yoki uni axloqsiz chiqishga aldirab ketmay, nima uchun shu ishni men shunday qildim, nima uchun shu axloqsizlik qildim, nima uchun shu xatolikni sodir qildim degandek amal bor, xuddi boshqa odam qilgan ishni tushunib tirishgandek bizim shu chog'da ishlarimizni tushunib chiqsak, menimcha o'zimizningki o'tmishni bir qadar yaxshi o'ylay olamiz deb qarayman. Hamda asosiy gapga kelay. Hamda hozirning o'zida biz Uyg'urlarningki eng cho'ng yo'qotayotgan bir narsamiz hozir aslim bo'layotidi. Nima uchun bunday deysizlar desanglar, aslima odatda bir obyektga bog'lanadi. Yoki bir ideyaga bog'lanadi, yoki bir voqealikka bog'lanadi. Bizning ko'p qism aslimalarimiz bo'libmi, balalik aslimalarimiz vatanning tog'i toshlariga, bog'i bo'stonlariga, kujum mahallariga va etiz eriqlarga bog'langan. Yoki shahar cho'ng bo'lgan bo'lsak, shu shahardagi binolarga, daraxtlarga, o'rmonlarga, qushlarga va boshqa nurg'un narsalarga bog'langan bo'ladi. Bizning aslimimiz mush orqali bizni o'tmishimiz bilan bog'lab turdi. Bu o'tmish biz uchun intayin muhim. Chunki biz shu o'tmishning hosilati. Mayli biz qanchalik daryoda, ushshaq daryoda eqib keladi bu yoshqa, ammo shu baribir bu yerda bir cho'ng bir eqim bor. Hamda hozir biz Uyg'urlar dunyodagi boshqa hech qanday millatga o'xshamaydigan bir xil kollektiv bir kechirishni boshini kechiryapmiz. Ya'ni bizni o'tmishimizga bog'laydigan shu jismlar, shaylar va odamlar yo'qolyotidi. Hem onunla baranmaymiz. Basakmı, misal deyli, hazırının özüde biz aşağıya Xitay məğlub oldu desek mi, mesela ma'lum bir güçler tarafından məğlub olub, vatanımız uç qilib, biz baralaş imkaniyatiga ega bo'ldik desek mi, basak qanchalik narsani yutganligimizni hozir bilmaymiz. Ammo nurg'un narsani yutganligimizni taxmin qila olamiz. Bu bizningki aslimalarimizningki qanaydigan bir yar ekanligidek bir paketni o'tirib chiqaradi. Ya'ni biz o'zimizning aslimalarini ashyolarga bog'lay olmaymiz. Albatta birga bir bog'lamaymiz, chunki u yerda bino chiqilib ketganda, yangi bino chizilgan deb qaraymiz. Albatta bu shunday taraqqiy qildi dunyo degan. Ammo ba'zi tog'lar masalan o'zgarmasligi kerak, bog'lar o'zgarmasligi kerakdi, daryolar o'zgarmasligi kerakdi. Ammo biz bo'lsak bu narsa bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lsimi shakl o'zgargan, yoki bizning aslimizdagi aslik holati Xitoylar tarafidan butunlay burmoqlab boshqa bir xil shaklga kirgizib etilgan bo'lishi mumkin. Masalan, qabrlar deymiz. Hayot bilan o'limni bog'lab turadigan.
bizga har vaqt o'limni esimizga solib turadigan ashu qabrlar hozir yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Muşlarning o'zida biz uchun aslima ham biz intayin tirkishib turib, kallamizni saqlaydigan, shuning bilan bir vaqtda yezib qoldiradigan bir muhim bir nuqta bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda biz aslimiz orqali kun siri yo'qolayotgan ash o'tmishimizni tutib qolmoqchi bo'lamiz. Ham tutib qolishimiz kerak. Ashu biz kichkimiz o'tgan kujum mahallarni, ash bovaylarni, mehr issiq bovaylarni, momaylarni, ashlarni yezib qoldirsak, bu nim bo'ladi desak, uni badiiy qiymatini qancha bo'lishi muhim emas. Uni estetik qiymatini qancha bo'lishi muhim emas. Uningki tarixiy qiymatini qancha bo'lishi muhim emas. Uning pokitchalik qancha muhim emas. Oldi bilan u bizningki yo'qolayotgan, yimirilayotgan, vayron qilinayotgan, dafsanda qilayotgan o'tmishimizni saqlab qolishimiz. Shu orqali o'zimizning hayotiningki bir butunligini saqlab qolish bo'lgan tirishchiligimizni ko'rsatadi. Ondan ro'yimizningki bir butunligini saqlab qolish bo'lgan tirishchiligimizni ko'rsatadi. Chunki biz vayron qilinayotgan bir narsani yezib qoldirish orqali qalbimiz orqali tirildirib, uni vayron qilmaydigan bir xil xiyoliy sezgiga ega bo'lamiz. Bu sezgi intayin muhim bo'ladi. Bu bizning bir xil qarshiligimiz bo'lishi mumkin. Bu bizning hayotimizningki bir butunligiga bo'lgan ega chiqishimiz bo'ladi, sahib chiqishimiz bo'ladi. Ham bizning hayotimizningki yo'qolayotgan hayotimizning osh qismininki g'ururiningki bizningki yiziqchiligimiz orqali dafsanda bo'lmasligi yoki bo'g'anlar bo'lsa, uni bizningki qutuldirish bo'lgan tirishchiligimiz. Eng oxir bu bizning o'tmishimizni qutuldirish harakatimiz bo'ladi. Buning uchun biz aslimlarni yozamiz. Ham yozishimiz kerak. Qancha ko'p yozsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu orqali chu degan vaqtida o'zimizni o'tmishimizga bog'lab turamiz. O'zimizni o'tmishimizni izlaymiz. Aşı o'tmishimizga, ya'ni hozirda vayron qilinayotgan aşı o'tmishimizga sahib chiqamiz. Bir bütün holatni saqlab qolishga tirishamiz. Hamda sizlar angladinglarmiki, kollektiv aslama deydigan bir gap bor. Masalan, bu kollektiv aslama degan bir millatning hayotida intayin muhim o'rinda turadi. Masalan, deylik, oddiy misol keltirayman. Masalan, Urumchi cho'ng o'g'allaringlar bo'lib qolgan bo'lsa, Urumchi cho'ng o'g'allarinki ko'pinchisinki, masalan, Qiziltog' haqidagi, Urumchidagi xalq teatri haqidagi yoki Urumchidagi ma'lum bir mahalla yoki ma'lum bir shaxs haqida o'rtaq bir aslimlarlash mumkin. Mush orqali aşı Urumchidan kelgan aşı bir top Uyg'urlar o'zini Urumchi bilan bog'lab turdi. Bu ularningki kimligininki ashxul shaklda tutib turilishda, ifodalanishda va shakllanib davomli ashxul shaklda menishida inta muhim o'rinda turdi. Çoğ Uyg'urlarning kollektivi shunday bo'ldi. Bizning beshimizdan o'tgan cho'ng voqealar, masalan deydi, 5-yil 40-yilqi deydi. Yoki uningdan burungi barin inqilobi deydi. Yoki uningdan keyin bo'lgan g'uljidagi qarshilik deydi. Bularning hammasi Uyg'urlarningki kollektiv aslimimizda bor. Mayli uning qancha cho'ngligi, kichikligi, cho'nqurligi, tezligi, to'liqligi yoki yerimligi bo'lsin, bu muhim emas. Biz mush aslimlarning o'rtaqligi orqali o'rtaq bir kimligimizni saqlab qolamiz. Bu gapni deyishimning sababi biz mushundaq o'rtaq kimligimizni saqlab kelishdimi, yanıla yakki jihatdan aslimini yozsak yoki aslimimizni boshqalar bilan biz paylaşsak yoki ular bilan ham bahslashsak, bu orqali o'zimizningki kollektiv bir kimlikka, bir to'pga tabaligimizni his qilib turamiz. Bir millatninki, bo'libmi Uyg'urlardek bir millatninki yo'qolayotgan, nurg'unlagan qadriyatlar yo'qolayotgan bir millatning kollektiv aslimasi intayin muhim o'rinda turdi. Shuning uchunmi bizning dushmanimiz bizning kollektiv aslimizningki yadroli qismlar bo'lgan, masalan, haykallarni, danglik shaxslarimizni yoki shu danglik voqealarimizga oid narsalarni, muzeyxonlarni yoki qabrlarni buzadi. Nima uchun? Aslimi qolmasin. Aslimida yursa, ash narsa aslimizda yursa, u mangilik yutgan bo'ladi. Kollektivning aslimizda bu narsa bo'lmasa, u narsa xuddi yashalmagandek, xuddi bu dunyoda o'tmagandek bo'ladi. Bu orqali o narsani buzish orqali Xitoy bizning kollektiv aslimizni buzishga o'tadi. Kollektiv aslimizni buzish orqali bizning kollektiv kimligimizni buzishga o'tadi. Kollektiv kimligimizni buzgan vaqtida bo'lsa, bu kimlik keyingi avlodlarga o'tmaydi. Bu bir-biriga zanjirsimon bog'lanib ketgan qatma-qat
zincirsimon shakldagi domino effekt va yoki domino unumi bor bir xil g'oyat zo'r vayronchilik qilmishiga kiradi. Shuning uchun dushman nimani vayron qilsa, buni saqlab qolish, qo'g'dash, qo'g'dayolmasak saqlab qolish, saqlab qolmasak yezish kerak. Qarshilik. Bu bir xil o'zimizningki abay deganimdek, o'zimizning qadriyatlariga o'zimiz shuning qadrini qilib, uning ega chiqish va uningki qimmatini namoyon qilishni ko'rsatadi. Shuning bilan bir vaqtda bu narsalar bizningki mush yeziqchiliklar, mush voqealarni eslash qatorliqlar bizningki kollektiv kimligimizni beyitib mangdi. Kollektiv kimligimizni o'xshashlashtirib mangdi. Bizning tavallik tuyg'umizni, bizning nega tavalligimizni, kimga tavalligimizni, qaysi qimmatlarga tavalligimizni va qaysi millatga tavalligimizni bildirib turadigan muhim bir ma'naviy boyliqlar. Buning uchun har birimizninki qanchalik darajada yoza olaylik, aslimiz yozishimiz yoki aslimizni boshqalar bilan so'zlashimiz intayin muhim bo'ladi. Men sizga bir gapni deb boqay. Kichik vaqtimizda biz hammamizningki mayli yezdi cho'ng olaylik, mayli shahar cho'ng olaylik, bir yerga yig'ilib qishning kunlari tonolninki atrofiga non yepilib bo'lgan tonolning ichiga putimizni silib, sangilitib o'tirib hikoya aytishib ketdik. Esingizda bor shu. Jillarning hikoyasini ya boshqa hikoyani aytib ketdik-da. U hikoyalarning cho'ng bir qimmati bo'lmasligi mumkin. Ammo aşı hikoyalar bizning bolaligimizda bizning hissiyot jihatdagi u qadar yaqinligimizni, bizning ijil inoqligimizni to'p qo'shgan g'oyat zo'r bir ma'naviy boyliqlarimiz. Jinning hikoyalari. Chunki ash orqali biz bir-birimizga jinning hikoyalarining eng qo'rqinchli yerga kelgan vaqtimizda bir-birimizga ching'ib yepishib turib, birdakligimizni his qilgan. O'zga bir-birimizga tavallikimizni, bir-birimizni qo'g'daydiganligimizni angsiz yoki intan sus bir shaklda his qilgan. Ammo bu sus his qilingan shu hissiyotlar intan muhim. Hikoyalar shunga o'xshaydi. Aslimlar ham shunga o'xshaydi. Mayli biz jinning hikoyasini aytaylik, yoki boshqa bir narsaning hikoyasini aytaylik, mush narsaning hammasi bizningki kollektiv kimligimizningki ish intan muhim o'rinda turdi deb qarayman. Hamda yana bir nuqtani ilib aytgan vaqtida men sizlarga bir misol keltirib beray. Bizningki nihoyatda pishqadam bir shoirimiz bor. Chet elda yashaydigan ismini nima demay. Shu odamni men bir yo'qlab qolgan vaqtimda o'ziningki bir she'rlar to'plamini chiqarmoqchi bo'lganligini dedi menga. Men dedim, aka siz she'rni jiq yozdingiz. Rostim desam, she'ringiz u qadar asab yodlab aytgandek she'rlar emas. Qo'shiqdan yaxshiroq, lekin haqiqiy she'r deyishdan sal jiroqroq. Ammo sizda bundaq bir angishlar bor, shu angishlarning qadrini qilmayapsiz. Dedim. U odam menga xafa bo'lgandek qaradi. Men gapimni dey. Siz ayni vaqtda 30-yillardan keyin 40-yillarda siz bizningki ikkinchi jumhuriyatning ishlarini ko'rguchi. Siz O'zbekistonda Toshkentda o'qigan dastlabki ziyolilarning birisi Uyg'urlardiki. Anandan keyin siz G'uldagi qurilgan ikkinchi jumhuriyatning shohidi. Keyin mana hozir ham chet elga chiqib yashayapsiz. Bizning Uyg'urlardan sizni kutadiganimiz, sizning she'rlaringizdan ko'ra sizning bir aslingiz-da. Chunki biz Uyg'urlarningki shu tarixiy romanchiligida jush urib rivojlangan tarixiy romanchiligimizda ko'pincha ishlar shu 49ningki oldidagi ishlarda to'xtaydi. Biz taki shu bizningki Batir Tangirqutning tarixidan, O'g'uzxonnikidan boshlagandan tortib tarix romanizm taki biz shu ikkinchi bizning jumhuriyatningki rahbarlarining hayotini to'xtatdik, tarix romanlarimizni yoki tarixiy asarlarimizni bo'lsin. Ammo 49dan keyin bo'layotgan bu ishlarlarda bizda bir cho'ng o'ylanish, asliyizish va bundan keyingi avlodlarni xabarlantirishdak shunday bir intan muhim bir ish bekqat qilyotdi. Buni sizdek shunday ziyonlarimiz qiladi deb o'ylayman. Bo'lsa bir aslimingizni bizga bir tabarruk sifatida bir miros sifatida qoldirib ketay dedim.
Keyin anlasam ham hozir shuni yezib o'tibdi. U qachon chiqadini men uqmayman. Demakchi o'g'lim, ash odamlarimizningki yoki ash odamlar kabi nurg'unlagan odamlarimizningki aslida chiqqan vaqtida biz shu odamlarning ko'zi orqali nurg'unlagan odamlarningki qandoq yashaganligi, nimalarni qilganligi, nimalarni deganligi qatorliq bir omillarni tushun. Texadimi muhimi shu aslimlar agar yaxshi yozilgan bo'lsa, orqali biz shu odamlar yashagan davrlarni, masalan, 40 yillardagi ash inta murakkablik to'lgan, davolg'ishga to'lgan, shunaqa umid aralashib ketgan, qahramonlik aralashib ketgan ash davrdagi odamlarimizni taniymiz. Bir. 49dan keyin mustamlika davridagi 50 yillarda, 60 yillardagi o'ngchillik zarbi Uyg'ur millatchiligini yo'qotish harakatlari. Qisqacha desam, bular to'g'risidagi nurg'un ishlar biz uchun sir. Endi ichilib yezilyotidi, ba'zi programmalar ishlanyotidi qatorliqlar. Medeniyet inqilobi Uyg'urlarning ko'rgan kunlari, nimalarni o'ylaganligi, nimalarni yo'qotganligi qatorliqlar. Bular muhim. 80 yillardagi Uyg'ur millatchiligining eng yuqori pallaga chiqqan vaqti, Uyg'ur millati shakllanganligi, taraqqiy qilganligi va eng yuqori pallaga chiqqan vaqti qatorliqlar. Bularni bilish uchun mana shunday aslimlarga tayanamiz. Bizda endi hozir uning ustiga bu ishlarni biladigan, bilgandami bunga nisbatan to'g'ri yakun chiqarib, bizga nihoyatda ilmiy qimmati bor, foydalanish qimmati bor asarlarni yozib qoldirib ketadigan odamlarimizni bag'an sira oz qilyapti. Bu bizdagi yo'qotishlarning ichiga yana bir xil yo'qotish bo'ladi-da. Mush jihatda ilib o'tgan vaqtimizda biz yanada bizningki shu oldi o'tgan, mush tarixda beshini o'tkazgan odamlarimizning texnikan ko'p asm yozish majburiyati bor deb qarayman. Shaxsan men shunday qarayman. Hamda xabaringlarda bor Uyg'urlar tarixdan beri qalam ilishga qiyiq bo'lib keldi. Bizningki tariximiz bo'libmi, bizningki necha ming yildan burungi tarixlarimizning ko'pinchisi yolg'on shaklda Xitoyningki o'zininki Xitoy şovinizmga, Xitoy kengaymichiligiga xizmat qiladigan tarixchilar tarafidan burmilinib yozilib keldi. Agar bizda yozilgan bo'lsa-edi, biz shu tarixga qarshilashtirib turib o'zimizningki tarixini boshqacha qila oldik. Endi bizningki tariximiz yozma shaklda kirib, yozma shaklda kirgan vaqtda eng bir mukammal bir shaklda deyamasakmi, muhim davr bo'lgan shakl o'tirib chiqqan vaqtida Taşkütükler, onun bir xabaringlar bor. Taşkütüklerde bizningki xalqlarimizningki, Uyg'ur xalqlarining bo'lsin, ko'p turklarning bo'lsin va Xitoyningki ahvollari bo'lsin, to'g'risida biz uchun nihoyat muhim uchurlar bor. Uningdan keyinchi degan vaqtda toki Molla Muso Sayroniga kelguncha Bobur nomli o'g'il yozilgan bo'lsin, ammo tarix shaklidagi mayli asl bo'lsin yoki haqiqiy tarix shaklida bo'lsa yozilgan asarlarimiz intayin oz. Qarindoshlarim. Demak, biz tarixni tarix yaşadık-ki, ama buni tarix qoldirib qo'ymay ketdik. Endi ma mustamlika davrida, endi ma'u irqiy qirg'inchilik davriga kirgan vaqtimizda bu bizningki endi biz boshqa iliqqa tartib bo'lmaydigan muhim bir majburiyatimizga aylanish kerak. Ya'ni biz o'zimizningki yo'qotilgan, hozir yo'qotilayotgan ham kelgusida yo'qolishi mumkin bo'lgan nurg'unlagan masalan bizdeki kültürel qadriyatlar bo'lsin, asar ati xarakterlik yerlerimiz bo'lsin, kitaplarımız bo'lsin, odamlarimiz bo'lsin, qatorliqlarningki keçmişleri, tarixini o'zimiz bilgan shaklda ya asl shaklda yozsak bo'ladi, yoki tarixiy asar shaklda yozsak bo'ladi, yoki adabiy shaklda tariximizni yozib chiqsak bo'ladi. Bu qaysi xil janrni tanlasak bo'ladi? Tükki nuqta nima degan vaqtda yo'qotilayotgan narsamizni yozish orqali qalam orqali qayta tirildirib, ma'naviy jihatdan bo'lsin, simvollik shaklda bo'lsin, qilmasak bo'lmaydi. Shu jihatdan elib o'tgan vaqtda men hammanglarni bu jihatdan qo'lam adabiyot cho'ltiti ya yozishlik kamaydi demak, amal bo'lsa, o'zinglarningki o'tmishinglardagi ishlarni yozib chiqishinglarni umid qilaman. Endi oxirgi nuqtam bu yerda sizlarning savolingizga kelishdan ilgari men 2-3 nuqtani qaytib qo'yayım. Aslim yazgan vaqtimizda albatta bütün hayatımızı yazsak mı bo'ladi? Yoki mening aslim yozish shaklim bo'yicha ma'lum bir ideyani yoki tarbiya ahamiyatiga ma'lum bir voqeani tut qilib turib yozsak mı bo'ladi? Yoki bir voqeani qilib yozsak. Masalan, mening dadam yoki mening muallimim yoki meningki maktabim qatorliqlarda bir nuqtani chiqish qilib yozsakmi bo'ladi? Tematik jihatdan
Aşna bir bizga. Çünkü men hayatida niyetlik bir odam bilan tanışmagan, shu orqali hayotda burilish bo'lmagan, ahmadlik bir ishni qilmagan, yoki o'zi ahmad deb qaragan bir insonning yo'qligiga ishonmayman. Hammamizningki bu dunyoda o'zimiz qilgan yoki o'zimiz qilolmasakmi, o'zimiz ahamiyat deb qaragan bir ishni ko'rgan bir tariximiz bor. Uni qilolmasakmi, bir odam bilan muloqotda bo'lgan bir kechirmishimiz bo'lishi mumkin. Mushtaninki birsi bo'lsa-mu, bizningki hayotimizga intayin muhim bir asliga aslilik kirdi. Bu yezishga arziydi. Uning ustiga biz mushu yezishlik orqali o'zimizni tushunib baqsakmi bo'ladi. Chunki yezishlikning o'zi bo'lib asli yezish o'zimizni tushunib baqishning bir yo'li. Masalan, men o'zimningki nurg'unlagan kitob aslim orqali o'zim ilgari tushunmagan nurg'un narsalarni qayta tushunib baqishga tirishdim. Qancha darajada burmiladim uni men bilmayman. Xudo o'zi biladi, buni bilmayman. Burmildim diyolmayman. Abay deb o'tdim buni. Anda texnimi muhimi men o'tmishimda meni ta hozir o'tmishim yuz bergan va menga ta hozir ta'sir qilib, mening kallamni yeb kelayotgan ba'zi masalalarni va ba'zi odamlar bilan bo'lgan munosabatimni hal qildim. Masalan, mening dadam bilan bo'lgan intayin murakkab munosabatimni men ash aslam yezish orqali oxirisi bir taraf qilib chiqdi mening kallamda deyalayman. Hamda yana bir yeri psixik jihatdan elib aytgan vaqtida yoki psixik sog'lomlik nuqtasi elib aytgan vaqtda aslam orqali biz hikoya so'zlash, hikoya aytish, hikoya yezish qatorliqlar orqali bo'lsin uchun degan vaqtda biz kallamizni ma'lum bir narsaga markazlashtirib, o'zimizning o'tmishiga markazlashtirish orqali o'zimizningki kallamizdagi turli stresslarni, besimlarni, ansirashlarni, tushkunliklarni ma'lum jihatda yengishimiz mumkin. Bu haqda dunyoda nurg'ulg'an nihoyatda ijobiy o'rnaklar bor. Ya'ni yeziqchilik. Yeziqchilikni bir xil ruhiy kasalliklar, ya'ni ruhiy kasallik masalalarini bartaraf qilishdagi muhim bir metodlarning birisi sifatida sanaydigan psixologlar bor. Buning bilan bir vaqtda rasm chizish masalan. Men biladigan birisi bor, yaqinda mush rasm chizishni o'rganyotdi. Ilgari qilib batmagan ekan, rasm chizish orqali manga degan gapida bu rasm chizgan vaqtimizda diqqat haddidan ziyoda fokuslangan ekan, o'zimiz chizib qarasamga bu kallani qalaymiqan yoki o'zimiz kontrol qilish qiynalayotgan o'ylarda bo'lishimizdan ozod qilib bizni bir nuqtaga fokuslab turib bizni sal oromligimizga chiqardi ekan dedi. Yeziqchilik shunday bo'ladi. Haddidan ziyoda stressga to'lgan bo'lsanglar, ansirashga to'lgan bo'lsanglar qatorliqda ansirash kelgusi haqidagi qo'rqinchni bildirdi. Asl bo'lgan vaqtida tushsa o'tmishdagi sizlarningki qo'rqinchinglar yoki boshqa ishlaringlarni eslaysizlar. Albatta o'tmishdimi andish bo'ladi. Chunki o'tmishning o'zidimi yana shuning bilan keyin keladigan kelgusi bor emasmi? Shu orqali biz o'zimizdan shu vaqtdagi psixik holatlarimizning sifatlarini tushunib baqsak bo'ldi. Men qo'rqdim. Misol, nima uchun qo'rqdim? Men ma'lum bir ish qo'rqdim. Men ma'lum bir ishdan tashvishlandim. Nima uchun tashvishlandim? Qanday tashvishlandim? Bu tashvishlar menga nimadan olib keldi? Hayotim qanday ta'sir ko'rsatdi? Psixik hayotim bo'lsin yoki hayotim bo'lsin qatorliqlar. Mushlarning hammasini tushungan vaqtimizda o'zimizningki psixik holatlarini tushunishimiz yaxshi cho'nqurlashadi. Ya'ni qo'rqinchimizni, psixik masalalarni keltirib chiqargan tubki psixik holatlar, qo'rqinchimizni, bizningki andishimizni, bizning tushkunligimizni, bizningki turli asoratlarimizni qatorliqlarni texadami cho'nqur tushunishimiz kerak bo'ldi. Ammo bir nuqtani men nima qilib qo'yay? Samonaysab qo'yay. Ba'zi chaqda intayin azobliq aslimiga kirgan vaqtingizda bir qiynalaysizlar. Hatto o'zingizni qaytadan asoratlab qo'yishinglar mumkin. Xuddi qayta zaratlanib ketgandek o'zingni butunlay shoklab ketisizlar yoki texadan ro'ying chiqib ketish mumkin, texadan tushib ketishinglar mumkin. Haddidan ziyod hayotingizda yuz bergan qo'rqinchli yoki intayin nomusliq yoki intayin azobliq bir ishni yozmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, buningda sizlar sal ta'xir qilib bo'lsa psixik jihatda bilimi bor bir odamning yordami bilan qilsanglar bo'ladi. Chunki unda bu narsa bunda o'tmishga bu kechirmishlar xuddi qorong'ulikqa sizlar unutib ketmaydi, qorong'u ham qo'rqinch narsa to'lgan bir nimaga o'xshaydi, qorong'u uyga o'xshaydi. Uni oldirib kirib ketsanglar bo'lmaydi bu uyga. Oldirmay kirish kerak. Uning ustiga bu uyda sizlar
o'ylab bakmagan bir psixik tahliklar, hirslar bo'lishi mumkin. Uni bilmay qolasizlar, damallikqa. Shu bundaq aslimlarni yozgan vaqtingizda men sizlarningki o'zinglarni obdarroq dansab o'tib, andan keyin kirgan vaqtinglarda amal bo'lsa yoki yaqinroq do'stinglardan yoki texnimi yaxshisi psixik jihatda bilim baroq bir odamlarningki yordami yetaklashi bilan asosda kirishinglar. Endi bu yerda qisqacha o'tsam bu yerda gipnoz deydigan bir usul var bunun. Yani yerim uxlatish shaklida olib kirib, buni ba'zi psixologlar qiladi. Shuningda sizlar erkin bağlash deydigan bir uqum bor. Ya'ni o'zinglarni uni so'zlatadi. Psixologlar sizlarni so'zlayotgan vaqtda sizlar yerim uyquliq holatda o'tmishda bo'lgan azobliq eslimalarni oxirisi psixologninki yordami yetaklashi bilan eslab chiqib oxirisi chiqisizlar. Hamda psixologiyada eng azobliq ko'milib qolgan, biz tarafidan besilingan yoki unutilingan shu qism bizning ongsizligimizdan ong rayonimizga chiqqan vaqtida anadan bizda bo'shnishda deymiz. Shu chog'da xuddi ro'yi nimani jirini siqib o'tgandek bo'lamiz shu chog'da. Ama bu undaq oson emas. Bu undaq oson emas bu. Agar buni qilolmay qolsak, yomon qiynalamiz. Xuddi nimani tisqanmay, jiringni tisqanmay, bek nim qilib ketib, hatto jiring siqsaqmi, u texnik shalvarab ketish mumkin. Çünkü bu jihatdan sizlarni ogohlantiraman. Boshqa aslimlar bo'lsa bundaq bir xatar bo'lmasligi mumkin, ham bo'lmaydi. Albatta bu o'zingizning aslimalarga shu beshingizga o'tkazgan kechirishlarni qanday qarshilashingizga bog'liq. Hamda oxirgi nuqtam o'zaro buni aslimizishdan ilgari dangliq aslimalarni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Bizdan osonlar, masalan, bizdan Uyg'urlardan mening bilgan Babur nomli odam deb o'tdim. Ömer Muhammed'inki bor. Zunun Qadrimlar esil aslimalari bor. Xotirlar degan bir kitob bordi. Uningdan keyin mening biladiganim bu Ahmadjon Qosim to'g'risida yozilgan bir aslimalar bor. Anadaki G'ulom Kamninki qahramon nimada? Qahramon jillami ismini chiqibdi. Uningda yerim asli shaklda o'ziniki tarixini 50% 60% qilib, buning azroq hikoyachilikni to'qilmani qetib yozgan asarlari bor. Andan keyin kimning bu Ahmad Egamberdi kimning bir asari bor. Qahramonlik davri, rahmat. Qahramonlik davri. Mush asarlarni men tavsiya qilaman sizlarga. Shuni bir o'qiytinglar avval. Uni o'qib bo'lgandan keyin, andan keyin shu asarning qurilmasi, bayonchiligi, nereden chiqib, qanday bayon qilish, andan keyin tili uningki, haqiqiyligi, boshqa estetik qimmatlarni yaratadigan omillar, masalan, o'qish deymiz, suhbatlash deymiz, selishtirish deymiz, qatorliqlarni ash orqali o'rganib, bu bir ayrim bir soha, bir janr bo'lgan. Ammo baq o'qib ketmanglar, yomon bir kasbiy qilyapman deyman. Aba men dedim-ku, hattoki balanglarga miros qoldigudek bir narsani yezib, shajar yozsanglar, oilangni shajar yozsanglar yomon cho'ngish. Eng to'g'ri bir nuqtaga yetib hech qilamadim desanglarmi, oilangni bir shajar. Meningki dadam ma'u şu arqalıq bolsunmu bizdeki müşöлекte aile şecerçilikni şununla bir töküp koşsanglar Ahmet Emin'inki bak, menin bir günüm degen bak. Ahmet Emin'inki neden buludu? Hizmetleşim buludu. Anadaki balanglaga özünün nereden kelganligi, tarihi yıldızı pek mühim buludu. Elbette köpünglar ihtimal meyli qaysi davlat yaşayotgan bo'lsa, familiya qo'llanishga boshlagan bo'lishinglar mumkin. Uyg'urlar hozir bag'ansiz ko'p familiya qo'llanishni boshladi deb o'ylayman. Hech bo'lmay yashayotgan yer shunda bo'lib o'tadi. Bu jihatdimi bo'lsa, mushu aslimlarmi bir xil mushu kimlikninki davomlashishi, jamiyat kimligi, oila kimligi, shajarlik qimmati va mushu tarixninki avlodlarimizga davomlashishda muhim rol o'ynaydi. Hech qilamsanlar, shajara bo'lsam qoldirib qo'ysanglar demoqchiman. Ziya Sami'nin romanları, rahmet. Qatarlıqlar. Hamda oxirsida o'zaro bir-biringlarnikini o'qib, fikr berib, ya bo'lmasa nima qilib qilsanglar bo'ladi. Shuni bir o'zaro yordamlashib qilsanglar bo'ladi. Hamda afsuslanarli nurg'ulg'an ishlarimiz bor. Masalan, o'tganda men bir nimada Twitterda bir narsani yozib qo'yganman. Twitterning sahifasidan chekimsa jiq yozolmaganman. Ya'ni Uyg'urlarninki yaqinqi chet eldagi muhojirat hayotida nurg'ulg'an ishlar bo'ldi.
mush to'g'risida ko'plagan aslamalar yo'q. Masalan deylik, 97'de O'rta Osiyoda bo'lgan jangi jadallar, ichki jangi jadallarda bu to'g'risida cho'ng bir nimalar yozilmadi. Anadan keyin 91 yilda yani İstanbul'daki shu qurilgan Sharq Turkiston Milliy Qurultiy deb qurultay qurilgan. Uningki xitobnomasi bek jangovar xitobnomasi bordi. Uyg'urlarga yomon cho'ng bir umid berishgan bir tashkilotda. U keyin asoslarni ketdi. U to'g'risida nurg'ulg'an cho'nglarimiz shuni qatnashgan bo'lsa, sen bir asli yo'qligidek-da hozir. Anadan keyin boshqa tashkilotlarning qurilishi deymiz. Masalan, hozirgi mavjud bo'lgan cho'ng tashkilotlarning ko'pinchisining bir tarixida bir aslimlik bir nimalar bor. U narsa bo'lmayotdi. Anadan keyin bizningki 5-iyul qirg'inchilik haqidagi bizning shohidlarimizningki aslimalari buningda G'ulom Kamning murojaat qilib ketgan gaplari bor. Men murojaat qilaman. Cho'qim yezilmas bo'lmaydi. O'xshamagan nuqtadan. O'xshamagan kishilarimiz tarafidan shohidlar tarafidan yezilmas bo'lmaydi. Andan keyin yaqinda muhim bo'lgani bizning hozirgi shu beshimizdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi bilginimiz bo'yicha yezib qo'yash. Andan o'zimiz yashayotgan davlatlardagi ishlarimiz haqida yezib qo'yash bizning hammamizningki bir burchi. Bo'lsa bu jihatdan yana birisi mening bu ochiq bir aslamam bor bu jihatdan. Shu Misrdagi Uyg'urlarningki qirg'inchilik yoki Uyg'urlar tutib Xitoy qaytarish voqeasida men bir necha odamlar bilan deyishgan. Mush to'g'risida bir aslamani nima qilib beringlar, menga tirkab beringlar, men o'zim tayyorlab bersam beray, men tayyorladim dedim. Dedim u yo'q bo'ldi, uni yozolmadik. Men hozir yozilib bilmayman, ammo bir mufassal bir aslama chiqish kerak deb Misr to'g'risida. Anadan keyin mana shu bilislar bizningki xalqimizningki Sharq Janubiy Osiyodan mo'jiza kabi mo'jiza qo'shtirnoqchilik mo'jiza kabi Türkiye'ye verip yoki barabarmay Suriye to'xtash mushilda qanday bir qo'llarning qanday bir o'yinlarning bog'liq haqida shu ishga bevosita qatnashgan yoki shu ishni kuzatgan yaqindan bo'lsin, jiroqdan bo'lsin shu odamlarimizning aslimlar kerakda. Bu mutlaqo yezilma. Demak, nurg'ulg'an yaqinqi zamonda 30 yilninki nimasini 30 yilni bir o'tmishdagi 30 yilni o'ylasakmi, yeziq tegishlik cho'qim yezib qoldirish tegishlik nurg'ulg'an ishlarimiz bor. Bu ishlar, bu voqealar, bu odamlar, bu o'yinlar, bu suiqasdlar, bu baloy ofatlar millatimizning beshiga kelgan. Xuddi hech bo'lmayotgandek yoki bu ishni yezishning ahamiyati yo'qdek o'tib ketilyapti. Bu biz yo'qotayotgan, biz nomus qilishimiz kerak bo'lgan nurg'ulg'an ishlarning birisi mana shu. Bular shu tarixiy nuqtada, tarix yeziqchilik nuqtasidan, asli yeziqchilik nuqtasidan mushlarning hammasi asli sifatida yezilishi kerak. Men bularni sizlarga tavsiya qilaman. Sizlar qaysi bir ishga shohid bo'lgan bo'lsanglar, o'zingiz muhim deb qaragan, butun millatning manfaatiga taqishadigan, ham bizningki nurg'ulg'an, bizga nurg'un ziyonlarni sağgan ishlar bo'lib qolsa, buni cho'qim o'zingizlar to'g'ri deb qaragan bir yo'lda xotir qoldirib, e'lon qilamsizlar, qilmamsizlar, bu sizlarning erkinliginglar yezib qoldirib qo'ymasa bo'lmaydi. Chunki o'tmishdan saboq olmagan millatning kelgusi bo'lmaydi. Biz oq ziyon tortib kelib saboq olmadik. Aslida bu saboq olishning bir yo'li endi. Mushunday ishlar bo'lganda biz mama ishlarni qilamadik, mama yerda xato ketdik degili bo'ladi aslida. Buni cho'qim deyishimiz kerak. Cho'qim o'tgan odamlarni u qag'i bilish yoki ular tilni bilish, ayblish emas. Balki o'tgan odamlarningki sağgan ziynning ta'sirini hozirgacha ko'ryapmiz. Yani Uyg'urlarda bir gap bor, o'lgandan orqasidan gap qilma, unda bo'lmaslik kerak. U ishni qilib bilib ketib qolsa, uni to'g'ri gap qilma, uni yozmasak, biz xoinlikqa, vatan sotqishlikqa ularni rag'batlantirgan bo'lamiz. Chunki aslima tarixiy hujjat sifatida qoladi. Yoki tarixiy asar o'xshash tarixiy hujjat sifatida qoladi. Ular, ya'ni bizni sotganlar, bizga ziyonkashlik qilganlar, bizning manfaatimizni vayron qilganlar o'zi garchi bizningki davlatsizligimizning sababidan sotimizdan qochgan bo'lsa-mu, ammo bizningki asarlarimiz orqali har vaqt sotib tortilib turishi kerak. Shu vaqtda ular har qanday bir ishni qilgan vaqtda buning so'roq bo'lganligini,
bu milletga ziyon solsa, bu millatning o'yg'oq avlodlar tarafidan sot tortilganligini esiga olmasa bo'lmaydi. Sot tortilmasa, har qanday davlat bilsa, jinoyat to'sab qo'yilmaydi. Chunki jinoyatchi hech kimdan yiqmaydi. Hech kim jazolayamasa, kimning jinoyat o'tkazgisi bo'lmaydi. Bizningki tarix asarlarimiz dal yaxshi odamni yozayli. Cho'qimlar nachar demayapman, ammo nachar bo'lgandimi bizning jonajon manfaatimizga xiloflik qilganligiga cho'qim yezishimiz kerak. Bugungi darsimiz müşahede bo'lsin. Endi men savolimga kelay. Endi xohlagan savol so'ranglar. Assalomu alaykum ustoz Xonda salomatulloh. Bergan Alaykum ko'p rahmat, hakikaten manfaatli bo'ldi. Ikki savolim bordi. Birini ham so'rayman, boshqa qo'shnaşmoqchi bo'lman, vaqtini olib qo'ymay. Birisi shu arasdan birisi 3 oy yotgan bo'lib, to'qash aslimi to'liq ilmiy bir shaklda haqiqatan yozilmalik, ammo yozildi bizning do'stlar shu vaqtdagi yangi kelgan vaqtda aslida unutilib ketmaslik uchun masalan Turkiya ko'plab yozib olgan aslida. Ammo hammalar bizning yashaganlar yozildi, qisqa uzun bo'lsin. Bizning ba'zi do'stlar Uyg'urcha yozib qoldirdilar, ba'zi bir necha hatto arabcha yozilgan shu aslida. Ashulab bor. Ammo umumiy bir shaklda butun odam bir mamnun bo'lgandek poch-poch yozilgan, butun yozilmalar. Ashunlarga asl tahrirlab dilda va shunda qilib qolsak, men ta'minlab kam to'liq ziyodalarni qilsak. Mana avatib berang, u bek yaxshi edingiz bu gapda. Uningki qisqa bo'lishi, abay dedimga cho'ng bo'lishi, tez bo'lishi, nim bo'lishi muhim emas. Hozir biz manda deymizga masalan. Bir gap aniq qildingiz. Asli bek yaxshi qilibsizlar. Ashnanki unutilib ketmaslik uchun tezlikda xotim. Masalan deyli. Birisi bir mashina bir masalan bir yo'lda velosiped ketib olsak, birisi velosipedni so'qib o'tib ketib qoldi. Tunji qilgan ishimiz esa mashinaning nomerini amalga xotirlash. Shundaqmi? Shunday. O'xshaydi. Cho'ng bir mushunda bo'lapmi, shu nimedagi Misrdagi ish, xuddi mashinaningki taxta nomerini yozib olganga o'xshaydi. Qancha tez yozib olsak, ani tutmoq shuncha oson bo'ladi. Chunki vaqt o'tgandan keyin unutib qolamiz. Yoki vaqt o'tgan sari shu o'xshash bir ishni eslagan vaqtimizda nurg'unlagan nimadan qaytib olamiz, yoki uni bir minut qolamiz, yoki eslayamay yuttirib qo'yamiz. Shu bir gapim bu. Ikkinchisi, bu ishni yig'ib bir kitob qilsak, Misr xotirlari yoki Misr to'g'risida bir nima qilsak, masalan, bu qanchalik darajada uningki qimmat, ammo haqiqiy bo'lmasa mayda, haqiqiy bo'lsin, boshqa adabiyot qimmat o'ltirib tursinda, shundoq bo'lgan vaqtda uni chiqarsak, boshqalarni ilhomlanib, undan keyin o'zligini qilib, agar bir kitob qilsak, ana boshqalarni yezib qilish. Shu birinchi qadamni elish olgandimi, dadillikni olmasak bo'lmaydi. Men avat bersangiz bo'lmaydi, men ko'rib bermayman. Doktor her xil bulallık hem de bizdeki bazı dostum normal uçuşa jarayonida turmuş şu qamoqxonaga yetiblam keldik, ba'zilarimizni ayrim so'roqxonaga chiqib shu Xitoydan chiqqan maxsus soqchilar so'roq qilganlarim bor va hatto shu misrning soqchilarimi 2-3 joylardan qo'lini bekishallab ig'ir qiyin qistoq kishilarga olganlarim bor. Farqli yasholdi ham bu hayotni 50 necha adam. Shuni to'plamoq uchun ham de shuna deyishimiz. Bo'lsa shu rasm bilan moddiy paketlarda agar moddiy paketni topolmasanglar, asmoni yazsanglar bo'ladi. Chunki bu biz hozir o'tganda bir odam mana shunday dedi. Biz Uyg'urlarningki bir siyosiy to'g'risida bir maqola yozibdi bu odam. Mana dediki, buni nima uchun yozdingiz desam, biz kelgusida Uyg'urlarni chet elliklar bizni tadqiq qilib qolsa, Uyg'urlarda bu siyosiy jihatda kallasi bor, siyosiy tafakkur qiladigan odamning borligini bildirib qo'ysa dedi. Bu gap anglab bir turib yig'ilg'im keldi bu gapdan. Nima ish qiladi desanglar, albatta bu biz qiladigan ish. U kelgusiki bir chet ellik ajnabiyningki bizni tadqiq qilishiga uni kutmasakmi, o'zimizning qilib qo'yadigan ishdir. Endi hozir holimiz bu bo'layotgandan keyin bizni keyin tadqiq qiladiganlar, xuddi bizni momiyadek bo'lib ketgan vaqtimizda tariximizni unutilib qolmaslik uchun bo'lsinmi, ha bu millat mandaq qilgan deb kim qizib olsin bizni? Qizilish simvolda qizilish bu. Bir narsamiz chiqsin-da bu yerda. Misrda nima bo'lib ketgan Uyg'urlar desa, hozir xabarlarni qarasanglar, mayli ingliz xabar bo'lsin, yoki turkcha bo'lsin, yoki xitoycha bo'lsin, yo boshqa tilda bo'lsin, masalan, bizning ko'radiganimizda. Intayin yo'q hisobda. Bo'lsinmi, nayki yuza. Misrning ichida Xitoyning qaysi xil sistemlik turda kirib turib, bizning bolalarni qandaqlab chiqqanligini. Uning ustiga buni yozmasak, bu qismat xohlagan vaqtda, xohlagan davlat Uyg'urlarning beshiq delishi mumkin. Chunki bu dunyoda Uyg'urlarning hayoti u qadar kapolatga ega emas. Mayli g'arb yashayli, mayli sharq yashayli, bu faqat Xitoyning kuchiyishi. Agar Xitoy u qadar kuchayib ketib qolsa,
bir kunlari biz o'xshash Misrdagi usul bilan Xitoyga qaytarishimiz mumkin. Shunda bo'lgandimi biz ilgari qarindoshlarimizning qanday qaytarilganligini, nimalarni o'ylaganligini, nimalarni qila olganligini bilsak, hech bo'lmasa buni qila olamiz. Ya'ni boshqalarga yordam bergan bo'lamiz. Bu aslilarninki mana shunday roli bor buniki. Ma'qul ustoz, ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir savolimni muhim deb qaragan bir so'rab olsam bo'ladimi? So'rang. Bizniki mushu vatan to'g'riliq bir ma'lumot ya aslimi bir narsa yozildi desak, masalan, oddiysi bizning Turkiyada universitet maktab bitirish maqolasiga nurg'un bolalar vatan to'g'riliq bir narsa yozishni boshlagandan keyin maqolasining oyig'ini chiqarolmadik. Biz mana shu maqola bir narsa izlayilsak topolmay tur dunyosida kamchilik bo'lganlik tufayli ya bizning ma'lumotimizning kamligidan topolmadikmi yo tor dunyosida bizning materiallarni yuklash biraz kamchilikmi mush to'g'riliq bir yo'l yo'qlar. Masalan bir temani deb bakın, mesela şu tema to'g'risida materialni, mesela qaysi temani yozgan kimdan yozish muhim emas. Bizning u vatanning mayli bir tarixiy bir shaxs olsun yoki bir ma'lum bir shaharni tunishtirish olsun, shu maktab bitirish maqolasiga yozay deb bir maqola boshlab material kam bo'lganlikdan u maqolani bitirolmay qolgan ishlar shunga o'xshaydi. Mesela onun da mesela şehir değil, u bulu değil, Xitaycha manbalarga murojaat qilindimi onun da? Mesela Uyg'urcha bo'lmasa, mesela şehir to'g'risida ularninki atrof bormiki deyman. U bizniki u bizning jangalimiz ama diniy jihat ya ulamoning tarixi ya bir diniy o'rnining tarixi masalan shunday jihatdan. Asli bo'lsa, asli menimcha to'g'ri aytishsa Uyg'ur maqolalar amir deyman, nurg'un maqolalar bor. Bu bir. Ikkinchisi asli mushu Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarininki ilmiy muhokama, ilmiy maqola haqida suhbatlashadigan, o'zaro uchur almashtirishadigan, o'zaro bir-biriga yordamlashadigan, maqolalarni hatto ko'rib turadigan bir sahna bo'lsa bo'ladi. Agar qursanglar shunga men kirib, men boshqalarga vaqtim yo'q, ammo faqat ilmiy maqola to'g'risida. Hech bo'lmasa Turkiyadagi Uyg'ur bolalarininki ilmiy maqoladagi yoziqchiligidagi Uyg'urlarga ait. Mesela tabiben olab kelsam uni nerede o'z qiladi, tabiben material yamanjaq. Ama Uyg'ur tarixi, Uyg'ur kültürü ve başka to'g'risida yozgan maqola yozmoqchi bo'lgan, yoki o'qiyotgan oliy maktab o'quvchilariga qarata bir nimani qursang, sahna qursangni bo'ladi mesela. Shu orqali o'zaro uchurlarni paylaşıp, o'zaro ba'zi bir muzokaralarni olib borsak bo'ladi mesela. Turkiyaning doirasida yoki Turkiyadagi İstanbul'dagi universitetga o'quvchilar uchunlar boshqa asosda kengaydi mesela. Aslında el qo'yishni o'ylab bakmadinglarmi? İnşallah bunu biz de qilamiz. Mesela ben Türkiye'de bana bir vazife düşüp, Türkiye'de 2 yıl to'g'ri vaqtdan bir vazife düşüp, vatandagi bir nima to'g'risida bir nima yozmoqchi bo'lgandim menda. Buni men Xitoy nimadan qildim, ammo kichik bir to'p qurib, biz shu chaqda o'zimiz shu men qilayotgan proyektiga oid bir to'pni 5-6 qilib turib, bek unumli bo'lgan bu. Birisi tilshunosda, biz tarixchida, biz bu yer biz o'tulab, hammamiz bir fikrni o'tirib qo'yib, bir temani qo'ysak, o temani 4-5 dan uninkilikqa yordam bersinlar, bir tem shu yerda tutib qoladi ekan. Rasmsa bir tem tutib qoladi ekan. Bular Uyg'urlarga oid tema. Boshqa oid temalarni men bilmayman. Uyg'urlarning ijtimoiy fan sohasidagi bir temini 4-5 mutaxassis yig'sanglar yoki bir kasb ahli, hech bo'lmasa bir masterlikni yoki boshqa doktorlik tutgan bir odamni yig'sanglar, jamiyatshunosiy qilamdi, psixologiya olamdi, yoki shuni qilsanglar, bir narsani qiyil bo'ladigan holat shakllanib turadi. Hech bo'lmasa Turkiyada. Bunda bir mumkinchilik bor ekan. Shuni qilib o'tinglar. Anadaki meni qaytib qo'ysanglar bo'ldi, ijtimoiy fanga bo'lsa. O tabiatga men ama bir amalni qilinglar buningki. Bir amal shu. Nuqul ilmiy muhokama boshqa nima choplamay uni ichiga o Facebookda, Twitterda yana bir şey topilgan nima qilish hojat yo'q. Faqat Uyg'urlarningki tarixiy va ijtimoiy fandagi tadqiqot temalari to'g'risida so'zlashsanglar bo'ladigan bir nima qilsanglar bo'ladi. Andan Uyg'urlarning cho'nglaridan mush sohadagi mutaxassis taklif qilinglar, kirsa o'zinglar mangdira olasizlar uni. Ama men kirmen deb va'da bermayman unga. Mesela mush temini deyli, mush temini ma bir miqdorga xafamaysiz. Mush temi to'g'risida agar ashuna bir topimiz bo'lgan bo'lsa, shu topdimi bunda bir temini chang chiqarib qo'yiladi. Mesela mush aslimiz ish to'g'risida. Gapimni to'xta, qani. Gapingizni bilib o'tdim. Assalomu alaykum ustoz. Mening o'ylig'im masalan bir shaxs yoki bir shahar uchun bir maqola yozmoqchi bo'lsa, masalan,
meniki nimisdimi boshqalardan aslima olib turib, shulardan ko'rishib turib yezishqim bo'ldi-ku. Masalan, nurg'un aşı shaharda yashagan odamlar bor. Aşı shaharning ko'chalarida yashagan odamlar bor. Mahallaning ismini biladigan odamlar bor. Yoki shu ustozlarda o'qigan shogirdlar bor. Shularni tunuydiganlar bor. Ashlardan aslima yezib turib, ashlarning aslimasini yezib turib, bittasin bo'ldi deb qarayman mencha. To'g'ri, to'g'ri. Faqat bo'lmagan vaqtimizda uning ustiga ashunday yezib bilish orqali ziyorat qilish orqali masalan deylik Xotanda deylik. Xotanda o'limali ko'p o'tgan ulug' shaharlarimizdan birisi masalan. Masalan emas, reallikmi shu. Aslında şu Xotanda o'tgan o'limalarni desak masalan, bir aldığımız 100 yillik ichida buning uchun endi bak qiyin bir ish bu. Chunki u Xitoyning nimalarda nurg'unlagan o'limalarimiz Xitoyga qarshi bo'lganlik uchun diniy jihatdan ular turli qalpoq kiygizlik uchun bularning nimalar bo'lmasligi mumkin. Yozma hujjatlar bo'lmasligi mumkin. Ammo shu Xotanda yashagan qarindoshlarimiz amalba tatılab turib bir team bo'lsa masalan, tatılab turib amalimizdan baricha amal qilmasak-mu, unutilib ketmaslik. Uni qilmasak unutilib ketadi dash narsani. Xuddi yashalmagandek bo'ladi endi, eng aqas abayligidek. Qilib baqsak bo'ladi buni. Ankin yana bir xo'sh. Yana bir savolim meniki sinfimda bir yozuvchi bir do'stim bordi. Kitob yozgan qiz bordi. U meniki aslimamga qiziqib qopti. Sen bana şu kichik vaqtimdan tatib hozirgacha bo'lgan narsani deb bersan, turk qizolar o'zi. Deb bersam men ashuni yozsam deb boshladi. Shuna boshda men qiziqdim. Qiziqib bir xil boshladik. Hatto shu o'qizalar xotirini daftar qalamni olib kelib yozmayman deb berdim. Ba'zan o'zim unutib ketdim degan narsalarning amaliyot unutilganligimni shu qayt kelib aslash jarayonida his qildim. Voy, asli men nurg'un narsani kichik bolaligimdagi unutib ketdim deb qarsam, men unutmabman-ku deb ketdim. Lekin keyin o ishlar bir 7-8 yosh vaqtlarimda kelgandan tortiblam men bir tarafdan o'yildim-da, nemishqa boshqa millat yozadi buni, nemishqa o'zim yozmayman dedim. Bir turib, buni turk millati o'qiy oladigan bir narsa bo'ldi ekan-ku, men turkcha bunda adabiy tilda bir narsa yozolmasam dedim. Yana bir turib, men yozgan masalan o'zimning diniy ustozlarga oid yoki ota-onamga oid nurg'un uchurlarni berishim kerak bu yerda. Bularni bersam, keyin vatandagilarga texmi vatan qilib qolganlarga nisbatan sen bundan da qilib ekansan, bu maktabda mesela debdo, sen mesela diniy darslarni o'qitibsan deb, ashlarga sirtdagilarga bir nemisi bo'lib qolarmi deb uningdan qo'rqdim. Nemish qilishim bilan keyin o'qizaldim, men to'xtab bir mezgil tutib turayli deb shu to'xtab ketgancha 2 yil bo'ldi. Patpas suylab qo'ydi, lekin nima deb javob berishimni bilmayman. Işte bir ish bor. Mening tavsiyam singlim bo'lsa o'zingiz yozing. Chunki bu o'zingizning tarixi, o'zingizning kechmishi, anadan o'zingiz eng bilasiz buni. U chilg'a bir ko'chirib bir narsani boshqa birisiga deb bersangiz, shu oraliqda nurg'un narsa yutib ketadi. Shu deb berib qarshilab xotirlar bog'icha nurg'un narsa yutib ketadi. Mening nimamda endi qo'lingizda qalam to'xtamasaydi, uni qarashtirib yozsa deb qilsa. Endi o'zingiz yozib beqing, uningga aldirash ketmaydi. Necha yil plan qilib turib, asta-asta yozib chiqib mangsingiz bo'ladi. Turkchangiz tavlangan sirda. Amaliyotda mening kutadiganim turklardami nihoyat bir taraqqiy qilgan, bir yuksalgan bir aslimiz bir tarixi bor. Buni mendan obdan bilisizlar. Turk adabiyoti va turk aslimichiligini mendan obdan bilasiz. Orxon Pamukning mesela dadamdan Chamdan degan aslimiz o'qiganman, tatbiq yozilgan bir aslimam. Uni ko'rib men Juqur seviyedagi bir aslim yozish nimasini endi Orxon Pamukdek mashhur yozuvchi. Demak, jo'g'ini men Turkiyadagi Uyg'urlardan turk tilida nihoyat esil Uyg'urlar haqidagi nihoyat adabiy qiymat juqur bo'lgan shu aslimlarningki yozilishini kutman. Bu chiqmay qolsa men hayron qolib umidsizaman. Chunki bu turklar tushunalay deb qarayman. Albatta ba'zi bizningki beshimizdagi kulfatningki endi bu nimaligini g'alitiligi va buningki bema'niligini, azobningki bu zulmning bema'niligi tushundirmak tez. Hatto turkim tushundirmak tez buni. Mushning o'zi ehtimol bizga beriladigan bir xil adabiy jihatda aslimiz jihatda bizningki bir boshqalar aldirab yozolmaydigan, tushib his qilolmaydigan, uni yozolmaydigan bir soha bo'lishi mumkin. Faqat biz yoza olamiz buni. Biz yozishimiz kerak ekan buni. Buni bizdan boshqa odam biz degandek, biz yozgandek yezib nima qilib beradi. Tuniga menda biz savol so'radi.
Uyg'ur masalasi to'g'risida bir yer birini so'zlab qolsam, sen mush masalani qanchalik bizga qancha % tushuntiraladim deb o'ylaysan debdi, 70% deyalsam cho'ng gap sana dedim-da men. Shunchak deyalaymiz. Qancha kuchsak mantiq uni sal oshirib o'tganda men shunda bo'lsa o'zimizning dardini o'zimiz yozmasak bu chunki bizniki bakli o'zgacha bakli yegani bakli g'alati bakliliqi insonning tafakkuri tasavvurdan halqib ketgan hatto inson Allah yaratgan her qanday bir tilda to'liq ifoda qilish mumkin bo'lmaydigan bir azob bizlik azob bu. So'zlab berish bu texida mumkin emas, u boshqa birisiga yezib bo'g'ilmaydi buni. Shunda bo'lsa yozmasak bo'lmaydi. Buni endi o'zimiz yozmasak bo'lmaydi. Mening tavsiyam shu sizga. Şunun bilan anadaki o'qizalma ba'zan narsalarni yozib tepaga vaqtida hayron qilib mushta ishlar bormislarning vatanda hattoki 3 kun mening dadam dars beradi, men shu o'quvchilarni aristdim. 3 kun ilqi dadam ehtiyot qilib kelanmadi-ku darsga. Kelanmay ishkan peshdan qulp sap qo'ydi. Shundan biz 3 kun 20 nacha qizal och qoldik. Suvsiz qoldik. Hatto qo'shnimizning uydan ilqi yeydigan narsa o'g'irlagandik o vaqtda. Shunda ilqi asablar batdamdi. Andiki men o 7-yil vaqasiga oid ilqi men o vaqtda bek kutishdim hamda vaqtga yeshim, lekin men ko'nglimda ilqi tordan namoyish bo'ldi ekan deb ko'rdim, kurab Acaba televizorlarda bir namoyish bo'ladi, qanday bo'lganini men bir berib baqay xalq maydoniga deb yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqib bo'lib tuyuqsiz yana bir ishim chiqib qilib, u berish niyatimdan yandim. Yana bo'lib keyin u ishimni tugatib yo'lga chiqsam, odamlar degan hamma yerga yeyilib ketibdi, ko'zam etish ketdi, bir bomba tashlabdi, yashab qo'zish. Yig'lab ketdim, undan keyin birdan keyin Oy uyga amsam dadam ilqinim qilib ketdi deb uyga jo'gadim. Shuning bilan ko'cha ilqi saqchilar har bir ko'chani og'amchi bilan to'sib yotganchilar bir narsa bilan to'sitib, mendiki ko'chadagini mendikiga o'tkazib qo'ymadi. Namasham bo'lib ketdi. Shundan dadam men namashamdan keyin qasam bir xapolaydi uyga ketay deb. Qancha chiqishimni bilmayman, ilqi saqchininki to'sab qo'ygan yerlardan. Shundan bir homila ayol bor ekan, "Voy qo'sqim og'rib ketdi" dedi. Shu ayolni o'tkazib yotdi. Saqchi men shu ayolning peshiga esiblam o'tib ketdim, o'zimning uy bor ko'chaga. Öy kirib ketdim, to'kishdi. Nemish bo'lganda men atsi angladik shu ko'chadagi to'silgan butun odamlarni qirib yetibdi deb angladik. Ishqib har xil gaplarni angladik bilmayman, lekin u vaqtda mening bir balalarcha aslimam nima deganda namoyish bo'ldi desa, oliy maktab o'quvchisi qildi ekan, Shinjongda shuni bolalar qildi ekan. U degan bir hukm. Men u vaqtda kofir musulmon degan hukm bor menda. U degan Shinjongda shuni bolalar qildi ekan desa, ha, o'zinki odamlar qildi ekan bu namoyishni. O'z tarbiyalagan bolalar qildi. Ma sualni nima qilaman, boshdan savol bo'lishi mumkin. Sana masal qisqartib menga savolni o'ziga kelinglar. Ma bak asli ekan buni yezing menga. Birlik gapim yezing buni. Ha, ma'qul. Bak güzel asli ekan. Yezing buni. Savol hozir qisqa so'ranglar. Agar uzun nimada o'qib qolsa, uni yezinglar, menga avatinglar, ko'rib beqing desanglar, men ko'rib beqishga rozi. Ama qisqa mush bugun deyilgan gaplar to'g'risida o'zim muhim deb qaragan qaysi bir nuqta bo'lsa shuni bir 3 savolni qabul qilayman. Anadan vaqtimiz nima bo'ldi? Men 1 soat vaqt berib 10 minut oshirishman. Siz ismini deb bersangiz kim so'raydi? Onu so'rasa qo'lamdiki. So'raydiganlar chiqqanmiz hozir. Abdurahmon siz so'rang, siz yomon abay bir so'rayman deb nima qildingiz ha? Bo'ldi, rahmat. Menki 2 savolim bor, qisqa so'ray. Sizniki birini qilalar, birini ikisi bir savol emniyatda. Sizni o'qib tamomlagan kasbingiz falsafaga munosabatli. Qisqa savolimning birisi, siz bu Uyg'urlarningki falsafa sohasidagi yoki bu jihatdagi bo'shliqni to'ldirish qarta o'zingiz bir ya bo'lsa videolik yurishlik darslar bilan bir falsafa uqumlarini bu jihatdagi kamchilikni to'ldirishni o'ylab baqdingiz bu. Biz chunki biz sizning so'zlash metodingizni bek yaxshi ko'ramiz. Bu biz uchun bek muhim bir soha deb qarayman. Ikkinchisi, biz Uyg'urlarning falsafa jihatdagi bo'shliqini to'ldirishni qanchalik zarur deb qaraysiz? Qanday tavsiyalaringiz bor? Rahmat. Ikki savolga birli javob beray. Men hozir bir kitob yozyapman hozir. Aslida ikkinchisi yozmoqchi edim. Men kallam ba'zi meni aynda g'alati kallam boshqa bir tema kirib oladi. Shunday nimkada Uyg'urlarningki umumiylik aql to'g'risida, tafakkur to'g'risida bir kitob yozyapman. Buning oxirisida bek ichish bir kitob hamda bu. Men o'ylamagan jihatdan juda chiqib qoldi. Bu kitob qisqacha ushur bersam, bu kitob to'g'risida shu nimaninki 30-yillarda O'zbekistonda olib berilgan bir psixologiyalik bir dala tekshirish bo'ladi ekan. Buningki nimasini men ko'rib qoldim, bu tarqatgan natijalarini bek
sürkünüp ketdim bu netlaqa. Silkinip ketdim de bu neticeden. Bu logikaga ait, fikir qilishga ait gerçi psixologik bo'lsin shundakan. Mushun tutib qilib turib bir kitob yozib 70% yozib bo'ldim hozir. Uni men uzun bo'lgan o'ylayotgan Uyg'urlarning tafakkur masalasi to'g'risida uzun 20 yillik o'ylashimda bu buni men yozib nima qilib bu mening falsafa to'g'risidagi falsafa to'g'risida nurg'un narsalar chunki u falsafadagi asosiy masala fikr qilish emasmi tafakkur qilish yo'li emasmi mening endi kirishimdagi tunji yo'l shu bo'ldi men Uyg'urlarning tarixidagi ketgan nurg'ulg'an xatolikning tegini men tafakkurdagi xatolik deb chiqarmoqchi bo'ldi o'tganda psixologik xatolik deb chiqargan bo'lsam bu qatam tegidan bir qadam tushib ket shuni qilmoqchi bu savolimiz shu bo'lsin Anadaki keyin men yana sistemli bir kitoblarim bor falsafa to'g'risida yozilgan inglizcha qilib ana uyg'urcha tarjima bo'lgan planlarim bor endi og'ir bir nuqta men nuqtangizni nima uchun bunday da'vat qilganligini bek obdan bilaman eng oxirida falsafani qilish uchun uyg'urchani to'liq tarjima qilib uyg'urcha to'liq hukmlarni yasab elib kesib chaplab qilib qilmasa olmaydi buni qilish u ham bor butun falsafa atalg'ularini xiliplashtirib amalning boricha chunki u falsafa özümüz en ağız özünü tilde olması olmaydı. Olması hatmek yolu kaladı. Yani özümüzge sığmayan buldu. Gepim tükedim. Mine vədələrim o şu anda. Kitabım toxsa müşecek fikir bayan qılay. Ama keyin xeli zor gulğulu qozuluş mümkün kitap. Lakin minetullayla qallama tan qılavım çıxış mümkün de qoşulma. Anadaki men xeli köp toxtulma kitabım toxsa. Müşecek deyim. Qene aba xapılmaysam gep bilan sualını kim ha Men Assalamu alaykum muallim. Siz bayatdan Türklerninki dağlıq yazıcılardan birisinin diqqətini tatib, əslim yazğızamızaq bulmaydı, müşçükün çıxış gerek dediniz. Onda olsa Türk yazıcılarının diqqətini biz qanday tatdınız? Türk yazgıçlarının diqqətini bir neçə yol var. Hem de abay ilgili bir sığınımız sorğandek Türkiye'ninki dağlıq bir yazgıçıları bo'lib qolgan bo'lsa, ondan birleşip turib əslim yazsaqın bo'lardi. Faqat qılanmadık degan vaqtida da. İkincisi şu degan vaqtda Uyg'urlarninki mushu masalasi to'g'risida, o'zimizningki aslimiz to'g'risida hikoyachilikka, Türklarninki hikoyachilik san'ati yuqori ko'rdim men. Shu xil shaklda bo'lsa, Türk tilida o'zimizningki aslimiz, masalan deylik, masalan inglizchada hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining shoirlarninki 3-4 kitob chiqib bo'ldi. Shoirlarning aslimiz to'g'risida. Endi aşağıda kitaplar Türkçe çıkan bo'lsa, başlaş olsa qolgan vaqtda o'zimizningki shaxsiy asarlarimizni chiqarsakmi yaxshi bo'ladi. Endi buning yana bir sharti, ya'ni bir bizga biat keladigan bir sharti Turkiyada to'lilgan bir Uyg'ur bo'lib qolgan bo'lsa, shu Uyg'urningki bir aslimiz olsa texdim yaxshi bo'ladi. Uni tunishtirishga haraj ketmaydi. Endi tonilmagan bir Uyg'urningki tonilishi Turkiyada xeyli jiq yo'l ketadi ekan. Türkiye'nin xuddi boshqa davlatlarga o'xshash, onun tonilgan bo'lish kerak ekan, uning bir marks bo'lish kerak ekan, uning bir o'qirmanlar bo'lish kerak, qatorliqlar bo'lish kerak ekanda, o'xshashgan Turkiyada. Buningga jiq kuch ketadigan, jiq haraj ketadigan bir ish bor endi. Shuning uchun men gapimni yig'sam, bo'lsa, yaxshiroq bir turk yozuvchilarini topsak, abay deganimdek, ammo o'zimiz yozsak eng yaxshi. O'zimiz yozsak, agar haqiqatan qimmati yuqori bo'lsa, uni biz boshqalarga ko'rsatib fikr ettirib mukammalroq tilda mazmunda mukammal bir narsa qila olsak, buni nashr qilsak, anda buningga taqrizlar yozilsa, muhokimalar o'tkazilsa, buning danqini biz chiqarsak, bu vaqtda tonilmagan odamnimi tonilgan shu orqali tonilmagan odamningki kechirmishlar orqali Uyg'urlarning kechirmishini tonilib bo'ladi deb qarayman Turkiyada. Buningga bir mumkinchilik bor ekan. Bayatdan dedi akirindişimiz ilk esini yazgan çağda vatandakilerinin bexatarligini oylab, bazı urug' tuqqan qarindoshlarning ismini bermay to'xtab qoldim dedi. Bunda degan ismidan chilliqiga diqqat qilish kerak. Unda ahvolda biz ismini bermay ismlarini yerlarini o'zgartirsak bo'ladi. Jiq ta'sir ko'rsatmayman, chunki bu inglizcha berilgan ba'zi ismlardan qarab boqsam, ismlarni nima qilib o'zgartirib o'tgan nimalar bor. Uning ustiga men inglizchadan gapini qilyapman, o'zim biladigan sohaninki. Ba'zi odamlarningki ismlari yoki ba'zi odamlarningki ba'zi muxbirlar olgan suhbatlardami vatanda hozir yashayotgan ham uni tilga ilinib qolsa, odamga zarar yetgan qolsa uning ismini o'zgartiradigan ishlar bor. Bu qabul qilib, uning ustiga ash ishni o'zimi ma'lum jihat elbet vaqtda bizningki qanchalik bir qo'rqinish kulturi yashayotganligimizni tushuntirib berdi bu. U felsefe ish emas, realligimizning bir qismi shu. Ha. Undaqda asarga ismi o'zgartirildi, yeri o'zgartirildi deb yana izohlab qo'yish kerakmi yoki izohlab qo'yamiz? Izohlaymiz. Asarimiz to'g'rida peshda bir berib
Ya her bir ismini o'zgartgan vaqtimizda buning ismi o'zgartirildi, bexatarligini ko'rsatib degan shaklda Her berib bir mangmiz. naqshiga yezib qo'yish kerak Her bir meniga. her bir isim. Yer o'zgartirildi. Bazı adamlarni mesela O'zgartirildi. mesela men bu mening aslimda nima bo'ldi? Bazı adamlarnikini amal ba mesela bir do'stimni yozgan vaqtimizda azroq bir siyosatga aralashgan bir yerlar bor ki uni amalsiz qoldirib qo'yishga majbur bo'ldim. Endi bekmo muhim emas diyor ama aslida bo'lgan bir yerda shunga o'xshash men ani qildim. Sizningki cho'y degan vaqtida ba'zi ismlarni o'zi mesela ota-onangizniki yoki ba'zi tugab ketgan odamlarnikini qo'rqmay olsak bo'ladi emasdan. Ama hozir hayot yashayotgan ama buni deb qolsak beshiga balo olib kelish mumkin bo'lgan odamlarimizning ismini o'zgartirib olmasak bo'lmaydi deb qarab. Bu biz bir axloqiy bir bergan chog'da qabul qilmamda bunday asarlar tarix qabul qilindi. Bu bizning ahvolimiz o'zgacha. Shunda elingan bo'lsa qabul qilinamdi. U hikoya ketib qoladi bu chog'da. Butunlay undaqlar hikoya ketib qoladi. Ya'ni bir haqiqiy shaxs ismi ilinsa, albatta birmi deyamayman, qanchak bir buningga songa bir nima yo'q, cheklimi yo'q. Azroq haqiqiylikni uning haqiqiylik tusini butunlay yo'qotib o'tmaslik uchun ba'zi odamlarning haqiqiy ismini bermasak bo'lmaydi. Mening bir tavsiyam bor. Xo'sh. Men to'liq o'rta oliy maktab o'qimagan, shu boshlang'ich maktab bitirgan saviyam bor. Mening bu nurg'un eslimalarim bor, shuni bir yozg'im bor. Buni yozdim, boshlab baktım, lekin biraz ko'zim yetmay qoldi. Shunga shu eslim yozish to'g'risida bir ijtimoiy fan o'qiyotgan, bir xam material izlayotgan bolalar bo'lib qolib qolsa, bizlar bilan aloqalashsa, yoki bizning eslimimizni yozishga yordam qilamdi, yoki ularga biz bir xam material ta'minlab beramiz. Bu oliy ijtimoiy fan o'qiyotganlar bilan bizningki bir o'tirimizni bog'laydigan bir ko'rik bo'lib qolsa. Yaxshi fikir bo'ldi. Ba'zilaringlar o'zingning asmasini yezishdan ansirsanlar yoki o'zingning asmasiniki bir bozorlik qimmati yoki adabiy qimmati yoki bir ijtimoiy qimmatini tuvan yoki yo'q deb qarasanglar, bunda bo'lishi mumkin. Yoki o'zing tuvan qarshi olishi mumkin. Mushu do'stimiz, qarindishimiz degan shaklda men bu qarindishimizningki nihoyatda mo'l bir kechirmishning bog'liqni ko'rsamaydi. A'loli aloqalash orqali a'loninkini yezib bersanglar bo'ladi. Yoki ishqinglar o'xshash avtorliklar. Endi gap nima? Abi savolingiz shu. Gap nimasi qanday aloqa qilishish? Albatta bizda bu jihatda bir top yoki bir nima yo'q aloqa qilishganda, abay deganimdek. Bu aslimdan yezish bu boshqa bir top bo'ladi endi. Ijtimoiy fandan boshqa bir top bo'lsa, ayda ulab ketmizda. Shunda bo'lsa-mu, amal bo'lsa, Turkiyadagi bo'lsanglar, aşağıdaki ma'lum toplarda bu jihatda hamkorlashishlarni izlab, masalan, hikoyamiz bor, qo'limizda qalam to'xtamaydi. Qo'limizda qalam to'xtaydi, hikoyamiz yo'qlar bo'lib qolsa, o'zaro birlashib turib yazsak mı bo'ladi? Ma'lum joyda kelishib turib, bir to'xtam tuzib turib, kim qanday qildi degandek. Kimning mas'uliyati, nereden naqch bo'ldi, buni deyish olmasak bo'lmaydi. Og'zaki deb qo'ymay, bir qog'ozga qo'ndirib, to'xtamni qilib, shuni amal qilib qo'ysak bo'ladi. Endi sizning savolingizga kelsam, bo'lsa butunlay yolg'on ism bilan qilib o'tmang yoki o'zgartirilgan ism bilan qilib o'tmang. Ma'lum ismlar saqlanib qolsin. Agar faqat bunday bo'lish mumkin emas, mumkin yo'q deb qolsa, u vaqtda hikoya shaklida yoki yarim autografiya shaklida yozsangiz bo'ladi. U chaqda ko'pincha ismini bosh olgan shaklda bo'ladi. Ammo siz rasulsiz bu yerda. Malum yeni bir gapni qo'shay dedim. Vatandagidek aşı misranim u degandek torbatlarni mush chet eldimi bir qurib, aslima, hikoya, bolalar asri deb, mush Facebook u bu yerlarga choplagan narsaning faqat qimmati bo'lmaydi ekan. Buni back-up'dan. O'tganda adabiy bir torbetimiz chiqqanda, shu nimadagiligi Uyg'ur yozuvchilar nimasi deb bir tashkilot bor-ku, shuni biz balacha qilganda buni keyin uni hakkerliklar ketib ketgan, nima qilib yaxshi gapni qildingiz. Men shu baldan so'rab boqay. Shuni asli keltirib bo'lamiz. Shu vatandagi bag'dash, izlanish degandek torbatlarni siyoq shaklda qilgan ekan. Siz degandek bek yaxshida kategoriyalar bo'lingan adabiy asarlar deymiz, tarjima asarlar deymiz. Mush asm degandek bo'lib qolsa, aşağı bizdeki ihtimal kelgisinde muş temalarını sözleştiren bir sahnemiz bo'lib qolsak bo'ladi. Men aşballarla biz paranı sözleşip bakay. Ve verdi veremeyim ama sözleşip bakıp aşağı eski keltürgüsü bo'lsa, keltürgü bo'lib, eserlerimizni bo'lib mağdur yazdığan
burun yazılgan ve hazır yazıp atkanımız ve kelgisi yazıganlarımızı aşağıda saklap kalmasak bulmaydı. Bazı nesilini çokum kitap kılışın acık yok. Bir küçük bir makal nesilini. To'g'ri, uni Falsafa, adabiyot, xilma-xil ashtor saytlar bo'lsa, yozdigan asrni evatsa, o'sha yerni xil material foydalansa, bu Facebook'dagi xilma-xil undaq ushaq yozma, xilma-xil oyig'i chiqmaydigan narsa. Ama şucu, singlim, müşahede, muşu anlayatganlar sizlarning oranglardimi mushunda bir ishni qila oladiganlar bo'lib qolsang, bu yomon ulug' bir ijtimo bu. Onunla çokum söhbetleshib, Facebook qilishib o'ynagandek, uni unday ishlar bo'lmaydi bu yerda. Ilmiy havası, ilmiy muhiti yomon yuqorildi, anandan saqlanishi, foydalanishi va o'zaro aloqa qilish qimmat yomon yuqori bir sahna bo'ldi bu. Agar oranglarda mushu nimada IT deganimiz mayliq nimada IT'ni bilishsiz hamda mushu kompyuterninki betlaylash bu bo'lib qolsa, bu lekin vaqtni bekchi qoladigan ish bu. Qurg'ulimi bo'lishi mumkin, dek oson ta'sir ish emas bu. Men bir ish qilib baqqan. Ammo buni davomli ko'z quloqlab, buni peydulab, maqolalarni yengilab, avatga maqolani ko'rib tayyorlab yoki uni chiqarmaydigan bu ishga chiqsa ketadi. Ammo vatandagilar qilgandek usulda qilsak bo'ladi. Ya'ni fidoilarni unga ilib, vatandagilar meni bilan izlash yani yak başını kıtırıp başını royap çıkarsak bek yaxşı. Eğer alaqlaşalısanglar, men bilen Ruşengül yoki başka birsinglar orqali alaqlaşsanglar buludu. Bo'lsa mishim royap chiqar. Men balalardan so'zlashib baqa. Agar u arxiv shaklida bo'lsa, arxiv deydi turkchada, English archive deydi. Arxiv qani shakl saqlanib qolgan bo'lsa, uni biz tirildirishdan yo'lga tushishdi. Agar uni qilolmay bo'lib qolsa, orangda biz chiqsini qurib, uningga biz fidoilar guruhini tashkillab, shuni mang'ilsak ham yaxshi bo'ladi. Hozir men bu psixologiya va bu bir qatım söhbət bək az olub qaldı. İş başlanıpla tüzgəndəkçü. Yeni qayıtdı. Bunu da unda bo'lsa, Ruşengül bilan deyishib biz kelar haftada ba'zi men bir temani nim qilay, ya sizlar bir temani menga deb beringlar, bir yana bir ko'rishlar. Bugun men yomon so'zib o'tmay buni. Chunki men fidoilik to'liq so'zib men bir xil asarlik cho'molab ketdim. Men mishada to'xtay. Gepimiz jiqtaq qiladi. Men to'xtay, yana bir temani bir ish gaptiqcha men Ruşengüldan so'zlashib, ya sizlar yetkizinglar. Şu arkalık biz bir davamlaştırıp bir iş küçük kıtım kıpakayla anadaki nereden çıkımız ya Biden çıkımız ya Sayram'dan işte bir kıpakayla kırındaşlar. Bugün söhbetimiz müşahakçı olsun. Gepimiz tügümüde. Hakikaten ben nurgulluğun geplerimiz bağlıkını es kıldım. Ben hoş oldum. Gerçi bu esimizi bir abay degenimde bek mühim noktalanışındaki bir bek mühim emas tek bilindiğin bir noktaydı ama bunun bek mühim kıldık degen. Buna da hoş oldum. Kızıkşanla beni bek mancık ilham verdi. Sanırım kızıkşanla azıcık turupta geldik sohbette. Benim ayaktan beşim katkandı. Köp rahmet. Ben hazırca bugün müşahakçı toksut duray. 1 saat 24 minut laptı. Toksut duray. Ama verdeki Ruşengül arkalık yoki boshqa arkalık bo'lsa, kim bo'lsanglar bir temani menga yod teptiringlar. Men bo'lmasa bir hafta men tepib Ruşengül arkalık sizlardan aloqa qilishiman. Kelar qatimda mush savollaringlarni bugungi mush suhbatimizga oid va boshqa ishlar oid savollaringlarni tayyorlab qo'ying. Ammo bir nuqtam dey. Agar bu savollar bek abstrakt masalalar emas haqida bo'lmasa, menga hal qilish chorasini bildi deb kelinglar. Bir ish qilaylik, bir harakat qilaylik. Bugün yaxshi bir ishni tutish qilyapmiz. Agar bu ishni ro'yobga chiqara olsak, men ham cho'ng ish qilgan bo'lamiz. Bir tor betini qila olsak, asli keltira olsak yoki yig'inda qura olsak. Andikin aslimiz ishda bir guruh qura olsak, ijtimoiy fan tadqiqot bir guruh qila olsak, 3 ishni qila olsakmi, yomon olam ish qilayotgan bo'lamiz. Hozir to'xta, qolgan gaplar ish ketadidan keyin deyishaylar. Sizlarga ko'p rahmat. Siz deganlik aslida sizlarga ko'p rahmat. Alloh razı olsun vaqtlardan. Sizga rahmatdan boshqalarga ko'p rahmat. Unda bo'lsa, men kutman fikrimni bir haftacha bo'lmasa o'zim beraman fikrimni. Tema to'g'risida. Bo'ladimsa, hammalarga amonlik tilayman. Har yer aman bo'linglar qarindoshlarim. Yana bir qatim ko'rishcha sizlarni Alloh topshiramiz. Xo'sh, Xudoga emanet. Xo'sh. Rahmat.